Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Sherzik, yaxshimisiz? Ahvol yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Bo'ladi, Xudoga shukr. O'zingiz zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Keldim aka, tirikchilik. Yog'i endi Xudo xolasa akajon. Aka, endi bizdan xafa bo'lmang akajon. Shunday aka. Nima desangiz aka, siz o'sha qutqardingiz o'sha bolani. Qutqarib qolganingizdan keyin Rossiyadagi o'zbek migrantlariga bo'lgan hurmat 100% o'zgardi-da aka, ancha o'zgardi. Rossiyada men yuraman-da aka, men hozir Rossiyadaman. O'zbek migrantlariga bo'layotgan nohaqliklar ancha kamaydi-da o'sha ishdan keyin. Aka, siz Rossiyadagi o'zbeklarni, O'zbekistondagi o'zbeklarni ham qahramonisiz-da aka. Buni prezidentimiz ham o'zi mana ko'rsatib jasorat medali bilan taqdirlab ali qildi-yu. Endi videolaringizni ko'rdim aka. Kelib yana dvornilik qilib yuribsiz ekanda aka. Endi shaxsan men o'zimga haligacha qabul qila olmayapman-da shu narsani. Qani men bir biznesim bo'lsa-da, rahmat aka, rahmat. Qani bir biznesim bo'lsa-da O'zbekistonda aka, men sizni bir ishlab chiqarishmi, liboy biznesimda aka, sizni bir xalq tanigan odamligingizni bilganim uchun biz kassagami mana halol odamsiz aka. Yo bo'lmasa bir ish boshqaruvchimi qilib ishonchli ishlarni sizga topshirib ish bilan ta'minlardim-da aka. Siz boru shu biznesimni ham kerak bo'lsa rivojlantirib yorardingiz-da. Sababi siz yuzingiz mana bu nima desa bo'ladi? Hurmatingiz yuzasidan ham liboy biznes, liboy savdo ham yurib ketadi. Xudo xolasa mana shu videoni aka ko'rishadi. Qashqadaryodanmi deysiz aka? Qashqadaryolik Qashqadaryodan mana. Hurmatli akalar bordir, biznesmen akalarga yetib boradi. Ko'proq mana xalqimizdan so'raymiz, laykni bosishsa, tarqatishsa, xudo xolasa yetib boradi O'zbekistonda. Mart akalar ko'p aka. Xudo xolasa mana shu videoyimiz yetib boradi. Chaqirib olishadi xudo xolasa. Siqilmay turasiz aka, ozgina sabr qiling. Endi har bitta erkak kishini tirikchilik qilish kerak-da. Endi siz aka qiladiganingizni qilib, Rossiyadagi o'zbeklarni aka hurmatini chotki qilib ko'tarib qo'ydingiz aka. Men havas qilaman. Rahmat aka. Xudo xolasa rahmat aka. Borsangiz aka, chaqirishadi. Xudo xolasa mana shu videoyimiz tarqaladi. Chaqirishadi. Allohga shukr aka, bizdan xafa bo'lmang ham aka. Yo, rahmat aka. Из Узбекистана спас ребенка в Петербурге. В Санкт-Петербурге 7-летний мальчик сорвался с карниза 7-го этажа. Shu 12-12:30gacha xudo xolasa yetib boramiz. Mana bu giroy aka emasmi? Ha? O'sha kishi emasmi? O'sha giroy aka bo'lsa kerak-da, o'xshabdi cho'ta. Boylikdan. Odam ko'chtivardingiz aka, assalomu alaykum. Zo'rmi, charchamaysiz? Qo'shlarni qo'yib olib, ishlayapman aka, shu iloji. Tirikchilik, qaltirishlikman. qani O'zbekistondan shuncha sizni chaqirgan, va'da bergan blogerlar qani? Hammasini jonomon bo'lsin, yo'qolib qoldi, nima qilaylik? Qayerga ko'paydi? Shuncha blogerlar chaqirdi, qaytinglar, ish bor o'zimizda deb. Siz giroy bo'lib turib, yana qaytib kelib dvorniklik qilyapsiz. Bilmasam aka. Ko'p gapirsam, to'g'risini aytsam, noto'g'ri komment yozyapti. Birov narsa deyishdan ham qo'rqib qolaman, to'g'risida. Ish yo'qligidan keyin o'tiribman. Qani bo'lganda o'zimni yurtimda ishlardim aka. Baraka topurlar, bu kim uchundir reklamadir, kim uchundir videodir, lekin shu aka mana shu O'zbekistonda jasorat medalini oldi, bu yerda giroy bo'ldi. Bitta mana shu insonga bitta ish qilib beraylik O'zbekistondagilar. Mana blogerlar chiqdi, kelinglar, qaytinglar, ish bilan ta'minlaydi deb. Shu insonga bitta ish topilmayapti. U 4 ta farzandini oldida, oilasini oldida ishlasin. Bu videoni maksimal tarqatishga yordam bering. Assalomu alaykum hammaga va nihoyat akam bilan ko'rishdim. Xayrullo aka. Buni hamma taniydi. Xayrullo aka, qandaysiz aka? Yaxshimi, zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Zo'r aka. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi borib keldingizmi? Xudoga shukrga keldim aka. Aka, necha oy borib keldingiz?
Ha, 1 oy 20 kun pashti. 1 oy 20 kun. Ot hamma mendan so'rayapti, kommentariyada hamma joyda to'lib ketdi-da. Ot Ha. menimcha даже hozir mana shu videoni kim ko'rgan bo'lsa, o'sha odamlarga ham даже qiziq. Shunday. Nima uchun qaytib keldingiz? Hamma ot savol beryapti. Xayrullo aka, ot Giroy aka sizda biz bilamiz, ot Rossiyada mana keldingiz, mana bir 3-4 soatdan beri birga yuribmiz. To'ppa-to'g'ri. O'zbekistonda qanday vaziyat bilaymi? Aka bilan hozir har bitta odam to'xtab rasm tushyapti. Dunyo his qildi. O'zbekistonda vaziyatni bilmayman, Rossiyada aka imенно Sankt-Peterburgda siz hozir eng katta bir populyarni aka o tanib gapiramiz. Katta odamsiz, to'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Hamma joyda любой manaman Nitolka men bitta narsaga hayron qoldim aka. Nitolka o'zbeklar, uruslar даже his qildi aka sizda. shunday. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. O nima uchun aka qaytib keldingiz? Hammada o'sha savol. Endi boya olib qo'yishda guringlar ketdi aka. Bizaki sizniki bilan bizniki joyda aka. Agar imkoni bo'lganda yana qaytarib aytaman. Aha. O'zbekistonda ish bo'lib ishlaganimda kelmasdim. Endi shu Ish bo'lmagandan yana qaytib keldim. Chunki oldinda qo'yilgan maqsadim juda ko'p. Bu bilan chegaralab qolinmaydi aka. Bu olingan pul Allohga shukr, mayli barakasini Da. bersin. O'z joyi problemasiga ketdi misolda. Ana endi yana ishlash davom etishim kerak. Oila ro'zg'or degandek. aka shunday katta O'zbekiston degan joyda bitta sizga aka ish topolmadimi? Sizda kimlar ko'rmadi? Yana o'sha kecha kelganimcha aytganim, Aha. qani o'sha O'zbekistonda Qashqadaryodagi mutasaddilar bir yordam berganda edi? Chiqmadimi aka? Yo'q, chiqmadi. Kelmasdim aka. Mayli, avvalo Alloh buyog'iga. Xuddi shunday aka. Glanisi xush kelibsiz aka. Rahmat. Gap yo'q. Biz qo'ldan Rahmat. kelgancha undan darajada ziyod qo'llab-quvvatlaymiz. Shunday aka, rahmat. Sizni men o'ylayman O'zbekistonda qanaqa vaziyat bilmadim, shu menimcha siz joyingiz Rossiya aka. Bu yerda hamma zo'r balkim bo'ladi. rizqim bordir yana Rizqi, keldim shunday. aka. O Allohdan hammasi. Shunday gap yo'q. Hammani ishiga omad, xayrullo aka. Hammalaringizga rahmat. Kelgan ha. Akamga ham katta rahmat. Hammasiga rahmat bo'ladi. Birinchi aka ikkovimiz ko'rishuvdik ha. To'ppa-to'g'ri. Yana birinchi o'zimiz ko'rishyapmiz-da. Shunday aka, xush kelibsiz. Nima deysiz bizni podpischilarga aka? Akamni qo'llab-quvvatlaysizlar. Akamga kattaga rahmat. Shunda bizni ham podpischilar bizni ham qo'llab-quvvatlaysizlar. Boshqa nima deymiz? Hammaga sog'lik. Konsertga kelingiz eng avvalo. Hozir konsert bo'lyapti. Nima deymiz? Men katta menda obunachilarga aytib o'taman. Xayrullo akani o'tib qo'llab-quvvatlaylik. Aka hozir даже menimcha tolka internetdan soqqani qiladi, reklama bo'lsa akaga chiqinglar, bizlar ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri aka. Shunday reklamamiz Xayrullo akaga o'tib bemalol murojaat qiling, akaga hozir kerak reklamalar. Shunday aka. Shundaymi aka? To'ppa-to'g'ri. Akani admini yo'q, o'zi bilan gaplashasizlar. Birdan murojaat qilinglar. Bo'ldi aka. Faqat so'kinmaysizlar. Ya bo'l aka, xush kelibsiz.